Turishingiz necha pul? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Turishim kiyimimmi o'zim? Kiyimingiz ham o'zingiz ham. Mayli, kiyimingizdan boshlay qolaylik. Hop. Rubashkangizdan. Bordoviy rubashkangizdan boshlaylik. Bu boshqa $35 olgan. O'zbekistondan olmaganman. Chet eldan olgansiz. Dubai ishlab yurgan. Olgan. Dubaydan. Shimishchi. Shimimni masjiddan oldim, Terra-Pro'da. Necha pulga? 250 mingga. Oyoq kiyimchi kedingiz. Oyoq kiyimim ham buni qanchaga oldim? $80 oldim. Buni ham Dubaydan olganman. Uni ham Dubaydan. Rosa stilni kiyinar ekansiz a? Bo'ladi, o'zbekcha. Ochkigizchi? Ochki masjiddan, anaqadan olganman, BGdan. Men bu tarafda 1.350 ming. 1.350 ming. Nima ish qilasiz? Mehmonxonada ishlayman. Qaysi mehmonxonada? Yangi ochilayotgan, mana bu Merit. Qayerda? Mana mol tugagandan keyin yangi ikkita zdaniya bor bana. Yangi mehmonxona ochilyapti o'sha yerda. Nima ish qilasiz? Menejerman. Menejersiz a? Demak, mehmonxonada ishlaydigan akamiz shunaqa modniy kiyinar ekanlar, o'rtoqlar. Necha pul bo'ldi? Shu kiyinishlari kommentariyada qoldiramiz. Keyingi ishtirokchi aynan siz bo'lishingiz mumkin. Podpiska bosishni unutmang. Rahmat sizga. Sog' bo'linglar, charchamayman.